Bugun demak 4 ta operatsiya mo'ljallashtirilgan. Demak, birinchi operatsiyamiz bu koksikadiniya, demak ko'pchikdagi og'riq, uni radiachastota ablyasiya bilan o'sha nervni kuydiramiz. Ikkinchi operatsiyamiz demak bo'yin sohasida disk churasi, fascitis sindrom, bu ham demak radiachastota ablyasiya qilamiz. Uchinchi operatsiyamiz demak bu umurtqa pog'onasi 4-chi, 5-chi, 3-chi umurtqalar disklari orasidagi demak stenoz, foraminal stenoz hisoblanadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ikkita joyda foraminal stenoz. Demak, bunga laminektomiya, dekompressiya, ildizalarni va transpedinkular fiksatsiya operatsiyasi mo'ljallashtirilgan. Va 4-chi operatsiyamiz demak bu agressiv gemangioma 3 ta sohasida, uni ham demak operatsiyadan keyin operatsiyani hamma bo'lishamiz. Rahmat. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Demak, bemor 40 yoshda bizda dum sohasida og'riqqa shikoyat qilib keldilar. Demak, aniqlaganimizda bemorda koksikadiniya demak tashxis qo'yildi. Demak, hozirda biz ko'rsin apparat yordamida dum chigalini demak og'riqsizlantirish amaliyoti, ya'ni radiochastota denervatsiya amaliyotini bajaryapmiz. Operatsiyamiz tugadi. Koksikadiniya tashxis qo'yilgan bemorimiz bir necha yildan beri dum sohasida og'riq bilan aziyat chekib kelgan. Og'riqsizlantirish amaliyotini bajardik. Kimda dum sohasida og'riq, koksikadiniya kasalligi bezovta qilsa, Neyromed servis klinikasiga murojaat qiling.